Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugün Dünya Uyğur Qurultayının iltiması bilan Angliyada qurulğan Uyğurlar üstüdəki irqi qırğınçılıq məhkəməsi toğrusida söhbət elib barımız. Biz bu münasibət bilan Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun Eysa əfəndi bilan Dünya Uyğur Qurultayının Angliyada turuşluq direktori Rahimə Mahmud xanım bilan alayda söhbət elib barımız. Söhbətimiz xoş gəldinizlər. Hoş bulduk, rahmet. Bunda olsa aldı bilan mən Dolqun Eysa əfəndi sizdən sualına başlay. Birincisi sizlərning bu məhkəməni Angliyada quruşqa iltimas qilishinglardagi asoslıq səbəb nima? Aslında bunda bir məhkəməni Angliyada quruşdan burun Dünya Qurultayı 2018 yıldan bu yan Xitayning Şərqi Türkistonda olib berayotgan irqiy qirg'inchilik yoki insoniyatga qarshi ishlanayotgan jinoyat o'xshaydigan bir jinoyat haqida bir xalqarалық sotga arz berish imkoniyatimizning bo'lib bo'lmaganligi haqida ko'p izlandik. Bu haqda xalqarалық advokatlar bilan, sotchilar bilan, mutaxassislar bilan ko'p suhbatlar, muzokaralar elib berildi. Elib berilish natijasida bundaq bir xalqarалық Birleşken Devletler Teşkilatı tarafidan va yoki xalqaro sot mahkamasi tarafidan Xitoy haqida rasmiy bir sotning ichilish imkoniyatining yo'qligi haqida bir natijaga bordik. Chunki Xitoy Birleşken Devletler Teşkilatı'nın o'zida doimiy bir a'zo bo'lganligi uchun bexatarlik kengashida har qanday bir ilingan qarorni veto qilish huquqi bo'lg'achqa Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından tarafsız bir sot mahkeməsinin quruluş ehtimalligi yo'q ekan. Xalqaro sot mahkemasi haqida ba'zi izlanishlarni yapdik, ama Xitoy bu xalqaro sot mahkamasiga qo'l qo'ymagan, imzo qilmagan, uning a'zosi bo'lmagan bir davlat bo'lg'achqa, uni akirib u yerda javobgarlik tortish imkoniyati bo'lmaydi ekan. Shuning uchun buning yo'llari qandaqda bizga o'xshaydigan boshqa millatlar, masalan Rohingya larninki meselesini keyingi vaqtlarda Birleşken Devletler Teşkilatı bunu bir insoniyatga qarshi ishlangan jinoyat deb bekitdi. Uning oldida qandaq yo'llarni banganda ularning odamlar bilan so'zlashdik. Oxirida buning xalqarada tarafsiz qurilgan xalq sot mahkamalari bilan mushtaq bir sotlanishning ehtimolligi borligining haqida ma'lumotga ega bo'lgandan keyin biz dastlabda Markaz Romada bo'lgan xalq doimiy xalq sot mahkamasi degan bir sot mahkamasi qildik. Ularning bilan ko'rishdik. New Yorkda 2019-yili New Yorkda uchrashdik. Keyin 2019'un 6. ayda Dünya Qurultayı Washington'da bir konferans qilgan chog'da o sot mahkamasining odamlari bilan Washington'da uchrashdik. Roma'ga berib, Milanga berib bir qancha qadam uchrashib, ularga nurg'un ma'lumotlarni topshirdik. Demak, bu ishlarimiz 2018-yildan boshladik. Ama keyingi vaqtlar kelgan vaqtimizning o'zida bu Angliyada nurg'unlagan xalqaro qonunchilar, huquqchilar, sot mahkamalarining sobiq sotchilari bu yerda bizning masalamizga qiziqdi. Herhalde buningki tafsilotni birozdan keyin Rahima xonim tafsilroq tushuntirib berdi. Qandan keyin biz ular bilan bir aloqa o'tdik. Ama oxirida buni texmo dunyoda salohiyat bo'lgan, texmo ta'sirga bo'lgan sotchilarning aralishi bu masalaning texmo xalqaroda qabul qilinish nuqtai nazaridan texmo muhim ahamiyatga ega bo'ldi ekanda biz oxirida bu Jeffrey Nice degan kishi bilan bir muzokaralar qildik, suhbatlar qildik. Oxirida biz Romadagi bu doimiy xalq sot mahkamasi bilan bo'lgan jarayondagi munosabatlarni to'xtatib, oxirida shu Angliyada bu sot mahkamasini Angliyada qurishning texmo salohiyatli bo'lganligi, texmo ta'siri cho'ng bo'lganligini qilib, shundan Angliyani tanlab bu sot mahkamasi uchun murojaat qildik. Rahima xonim, albatta siz Angliyada turishliq Dünya Uyghur Qurultayining direktori bo'lishibdingiz bilan sizning o'ynagan rolingiz nihoyatda muhim bu yerda. Endi bu Angliyada bu sot mahkamani qurib Xitoy hukumatini Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik qilyapti deb ayblashning qanday bir cho'ng ahamiyati bor?
Әмді Angliyada şu Uyghur мәселесіге 2 yıldan beri köngül bölüyatqan kişiler ait köp. Sotçular, advokatlar, millet vekilleri, hükümetinin xadimleri, onundaki şu nurgun faaliyetçiler, insan hakları faaliyetçilerinin bizge avaz qoşuvatqanlar intayın köp. Bularmı təng biz bilen bu Uyghur meselesinin ki hazır ahvalına qandaq vaqtida texmi yaxshi xalqaraga tonuşturuşumuz gerek ve hükümetin yaxshi qararlarını elishni qo'lga keltirimiz degan shundaq o'ylanayotganlar ko'p. Ondan keyin bu Sir Jeffrey Nice o'z bilan men 2 yilning oldida Xitoy organ etkesçilik sotida tonuşkan. Bu adam endi Angliyada asosliq ismini desa hammadan biladi. Naiti hurmatga sazavar ayni vaqtda Milosevichni xalqaro sotida sotlagan sotchi. Shuning uchun bu organ etkesçilik sotida bizning 4 qarindishimiz guvohlik bergan. Shuningdan keyin bular Uyg'ur masalasiga alohida ko'ngil bo'lib bir qancha qitim biz suhbatda bo'lgan. Keyin ki vaqtlarda bular shu mushundaq bir sotning echilishining imkoniyatchiligi bormi deb To'lqin Aysa prezidenti bilan biz buni paranglashgandan keyin men bulardan so'rasam shuning bilan bu ish shunaq boshlangan. Keyin tunji qitimliq yig'inimiz mushu yilning 5-i bo'ldi. Şunun bilan bu taraqqilib oxirida bugun bu qarorni rasmiy e'lon qilindi. Rahimem deb o'tgandagidek bu Jeffrey Nice bu o'z vaqtidagi Yugoslaviyaning sobiq diktatori Milosevichni sotlagan bir sotchi bo'lish bilan dunyoda ta'sirga ega bo'lgan, hurmatga sazovor bo'lgan bir sotchi. Shuningdek bizningmi bu İtalya'da başlagan bu sotni ahirda biz Angliyaga yo'tkishimizning asosiy sababi bu. Mushundaq dunyoda ta'sirga ega bo'lgan mushundaq bir sotchining riyosatchiligida bir mahkamaning sot mahkamasining qurilishi texnik salohiyatli bo'ladi. Dunyoda texnik e'tirof qilinishga erishadigan bu sotga salohiyat qozonadigan va sotning chiqargan natijasini dunyoda e'tirof qilinish nuqtai nazaridan muhim rol o'ynagan bo'lganligi uchun mushu Angliyaga mushu Jeffrey Nice efendiga mushundaq bir sotga riyosatchilik qilib mushundaq bir sotni qurishning tashkil qilishning imkoniyati haqida biz iltimosimizni mushahadaga sundik. Shu demak bu kishi o'zining tajribalik degandagidek Birlashgan Davlatlar Tashkilotida qurilgan bir sot endi Milosevichninki soti shundaq bir mahkama. Mushundaq bir mahkamaga da sotchi bo'lgan bir kishi bu biz avatgan materiallarni ko'rib tekshirib bir qancha oylik o'zining sabtashlar bilan bir guruh hamda bular o'zlarininki boshqa sotchilar bor, advokatlar bor, hammamiz muzokaralashib bizning iltimosimizni oxiri huquq bo'ladigan taqdirda qurish ehtimoli bor degandek ko'p qatimliq uchrashishlar, suhbatlar, video konferenslari bo'ldi. Bu jarayonda biz nurg'unlagan bir qancha 100 betlik materiallarni taqdim qildik, isbotlar bilan ta'minladik. Şunun qanday bu kishining riyosatchiligida qurilgan bir sotning cho'qim dunyodagi ta'siri salohiyati yuqori bo'ldi deb o'ylayman. Unda bo'lsa Rahima xonim hozir hamda Dunyo Uyg'ur qultining hamda iltimosi bilan bu mahkama qurilibdi hozir. Angliyadagi danglik advokat Jeffrey Nice'ning yetakchiligida. Hamda bu qurilgandan keyin ikkinchi qadamda hamda bu nima ishni qiladi? Endi ikkinchi qadamda qiladigan ish hozir eng muhimi bizdan talab qildigani butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlardan talab qildigani va isbot. Eng muhimi shu. Buningga mas'ul bo'lgan ikki kishi bor. Shu maxsus buni tadqiqot guruhi bütün isbotlarni qabul qilib, uni tekshirib, qaysi isbotlarni sudga qo'llana olamiz, qaysilarni qo'llana olmaymiz degandek. Bu eng muhim birinchi qadam bo'ldi. Sudningki javobi hozirgi bekitishcha kelar yilning oxirida javobini chiqaramiz degan planni qilyapti. Gap bizning hozirgi eng muhim nima? Shu bütün dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarning bo'lmaz chet elda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizninki mush sud uchun butun bog'liq huquqlarni ularga ta'minlash
Onun için fakat bizde emas mutaxassislarning masalan Dr. Adrian Zenstey'imiz, onun için ASPI, şu Australia Institute, bütün dünyada tonulgan ve itiraf kılındıgan tadqiqatçılarınki o Uygurlar meselesiga bo'lgan bütün şu ta'minlaydigan isbotlar. Masalan BBC'ninki deymiz, Dünügün misalga ITV xalqininki, şu Uygurlarninki, Uygur ayollarninki mecburi balık düşürüş, tug'mas qilish, tug'utni cheklash degan mush to'g'risida xabar berdi. Bu bizninki şu sotqa isbot bo'la oladigan bir mo'yin bir nimalar. Shuning uchun bu xalqaro matbuot va isbot to'plash mo'yin ikkinchi qadam. Dolqun hesabende elbette bu irqiy qirg'inchilik mahkamaning qurilishi bilan lan bu ish tugamaydi albatta. Bu amaliyotda bu bir boshlanishi. Rahima xonim degandek bu yana agar bu sud mahkama bu Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarshi ilib borayotgan bu jinoyatni navoda irqiy qirg'inchilik deb yakun chiqarsa, uni yana bir yildan keyin chiqirdi demakchi. Endi bu pak isbot qilishdan sirt sizlar endi bu sud mahkama bilan yana qanday hamkorlashmoqchi? Bir yerde Reyme Hanım'ı da ötedi, hizmetleri aldığımızda. Bir yerde biz mesela abiyatın ilgili dep ötkendiğinde bu bizim bu iltimasımızı kabul kılıp muşunda bir sot mahkeme kuruluşuna ihtiyaç varken deyiş için neçe aylık ulanığa maddi paktlarını teminleş, ulanı kaylı kılış, ücretlerini biriş baskışını bilişimizden öküzdük. Ama biz teminleyen kolumuzda bağlan materyallar hazırcı tehi bu sot mahkemesi için yeterli delil bulamaydigan gap. Mesela xalqaro matbuotlarda chiqilgan matbuot xabarlari foydalanish materiali bo'lgan, ammo sot uchun moddiy pakt bulamaydigan gap. Demek, bular tarafsiz bir mahkeme bo'lganligi uchun nayt zil ve tarafsizlik prinsipiga nayt hurmat qilinadigan gapkan. Şunun için aldığımızdaki hizmetimiz nayt japalı. Bunun için Reyma Hanım degandagidek bütün chet ellarda bizning vatanning o'zidan ma'lumot erish imkoniyatimiz yok hazır. Ve bu yerde bir irqiy qirg'inchilik deb bekitish uchun bu devletinin şu milletki epirvatkan besim siyaseti qirg'inchiligida niyetinin tamamen şu milletni yok qilish, qirg'inchilik qilishdan iborat mushu maqsadni isbotlash kerak gap. Bu Xitoyning bu maqsadi aniq, hammamiz bilamiz. Biz Uyg'urlar uchun aniq narsa. Ama her qanday bir jinoyat o'tkazgan vaqtning o'zidami jinoyatchining o'ldirganligi aniq bo'lsa-mu, ammo qanday usullar bilan o'ldirgan shuning maqsadi mushuning hammasi normal bir sud mahkamasida bo'lganga o'xshash Xitoy hukumatining Uyg'urlarni tamamen qurutishdan iborat mushu yomon niyatli maqsadini isbotlab beradigan hujjatlar bo'lishi kerak gap qo'limizda. Shuning uchun oldimizdagi vazifa nihoyat og'ir. Şunun chet ellarda o'zining atalları turmalarda bo'lgan, yig'ilish lagerlarida bo'lgan, anından keyin o'ldirib etilgan, izdireksiz yo'qib ketilgan, ballardan ayirib etilgan, anından keyin majburiy shu tug'maslik operatsiyasiga uchrab ballari evitilgan, anından keyin Xitoy hukumatining yuqori darajalik organlarida ishlab sirtqa ma'lum sabablardan qochib chiqib bugun kirolmagan, ammo Xitoy hukumatining ashundaq maxfiy hujjatlarini bilgan, saqchi organlarda ishlaganlar bo'lsin, hukumat organlarida ishlagan bo'lsin, ya'ni Xitoyning maxfiyatliklarini bilgan mushunaq insonlarning hammasining bevosita guvohliklari mushu sud mahkamasini da moddiy pakt bo'lib rol o'ynaydigan gap. O matbuotlarda xalqaro nimalar chiqqanlarni yig'ib aytganlar moddiy pakt degil bo'lmaydi. Shuningda bu yerda yanalar ikkinchi bosqichda chet ellarda dunyoning har qaysilarida turayotgan qarindoshlarimizning, vatandoshlarimizni bu masalada aktiv bo'lishi, o'zi qanchalik bir moddiy paktlarni bilsa, biz dunyo qurultiyiga ta'minlab berishi, tugul bu sud mahkamasi maxsus bir tor beti ochib, uchurlarni yig'adigan bir arxiv bir shakllantiradigan gap. Bu ağal uçurlarını anındayken bular yığıp onun sud mahkemesi için advokatlar bulduğun gap. Çünkü bunun da Jeffrey Nice bu kişi baş sotçu bulundu ama en az 7 kişilik bir sotçular heyeti kurulduğun gap. 7 kişilik bir sotçu teyabı dünyanın hem yerine geldi bular. Muşların hemmisi dünyada özünün milli sotlarda, xalqaro sotlarda sotçu olan insanlar. Şunun için
bizning hozirgimiz hamda maddiy faktlar bilan ta'minlash. Ikkinchisi albatta bu tarafsiz sud mahkamasi bo'lgandan keyin bu sudchilarning hammasi bekor ishlaydi. Hamda bu sudchilarga biz pul berib, pul bilan ishlatimizda yomon qimmat odamlar bular. Bir soatning o'zi necha ming dollarga yoki yevroga ishlaydigan insanlar. Ammo bular bu iltimosimizni qabul qilgandan keyin bular bu xizmatni tamoman ko'ngillik, bekorlik, xolisona xizmat qildigan insonlar. Ammo bu biz ta'minlagan uchurlarni, bizning xalqimiz ta'minlagan uchurlarni ko'rib chiqib, tadqiq qilib, onunla məxsus bilo şekillendirip muşlarning materiallarını təminlab alındığı için bəziləri Uygurca olduğunu İngilizce tərcümə qilish kerak. Muşu guvalıqlarını bu sotçularning ki advokatlar berib guvaçılar bilan dünyanın hamısını ko'rish kerak, ularning materialini to'plash kerak. Bu endi en azında 6-7 ay davom qiladigan bir bosqichga. Muşu bosqichlar tayyor bo'lgandan keyin andan keyin uni sotçularga topshirgan gapga muşlarning hammasi ikkinchi bir jihatdan chiqqancha moddiy narsaga tayinlangan, iqtisodga tayinlangan gap. Demak, bu sotchilar bekor ishlaydi, ammo shuning tayyorlik bosqichlari, delolarni shakllantirish, mushu narsalarni materiallarni yig'ish, tarjima qilish, shularni ko'rib chiqadigan ishlar uchun maxsus mushu advokatlardan tashkillangan bir qancha advokatlar buni ishlaydigan gap. Bu advokatlarning o'zi ko'p qismi bekor ishlaydi. Ammo shunda bo'lsa-mu, uni tarjima qiladigan, yordamlashadigan insonlarga ma'lum miqdorda uningga haq o'tashga to'g'ri keladigan gap, tamoman naqsi bo'lmaydi. Uningdan boshqa bu sud ochilgan vaqtning o'zida bu sud bir qatimda tugamaydi ekan. Eng az 2 qatim davom, 2 qatim bo'ladi ekan sudning jarayoni. Chunki birinchi qatimlik sudda balkim to'liq faktlar to'liq bo'lmay qaror chiqish imkoniyati bo'lmasligi mumkin ekan. Shunga 2 qatim bo'lib qolsa, bu sudning ochiladigan bexatarlik masalasi. Andan keyin guvohchilar guvohlik qiluvning tarjim masalasi, shuni bu sud bo'ladigan sud ochiladigan o'rinmi, sud mahkama binosimi, shu mahkamaga uyg'un bo'ladigan, ashuna xalqaro sudni iparalaydigan nimaga qobiliyatga, uskunlarga sahib bo'lgan, ega bo'lgan ashunday yerlarda o'tkazilgan. Mushlarning hammasini hamda biz dunyo qurultayida iltimos qilgandan keyin biz arzda bo'lganligimiz uchun bu chiqimlarni biz ko'tarishimiz kerak edi. Bu chiqimlarni biz ko'tarishimiz kerak. Shuning uchun bu yerda bir moddiy faktlarga ehtiyojimiz bo'ldi. Ikkinchisi iqtisodiy yordamga xalqimizga ehtiyoji bo'ldi ekan ikkinchi bosqichda. Nabsa Rahima xanım, sizningcha bu endi sud mahkama qurilgandan keyin Xitoy hukumati sizningcha buni e'tirof qilishi mumkinmi yoki buning aralashib Xitoy bizmi o'z oldimizga paketlarni sizlarga yetkazamiz deyish mumkinmi? Hamda har xil ehtimollar mumkin deb o'ylayman. Ammo bu Sir Jeffrey Nice'ning masalan bugungi shu Association Press'ga bergan intervyusida degan so'zi bor. Men buni Uyg'urchaga tarjima qildim. Buningda demakchi Xitoy faktlarni yaratgan mayli matbuotlar bo'lsin, har qanday vaqtda bular bu butunlay saxta xabar deb buni inkor qilyapti. Shuning uchun agarda sud ichilgan vaqtda shu faktlar orqali bir qaror, agar qarorni ola olsak, uning uchun bu qaror bizga fakt bo'ldi va bu fakt bilan oxirda so'zi yana hukumatlarga ta'sir ko'rsatamiz. To'lqin Ayso efendim, siz degandek abaytdan albatta bu mahkama qurildi, hamda ishning boshlanishi albatta bu yerda yani ikinci qadamda nurg'un Uyg'urlarning, ularning urug' tuqqanlari, akfga ini singillari, ota-onasi bo'lsin va yoki qo'shni qulim yoki savoddoshlar bo'lsin, ularning ahvoli to'g'risida, vaziyat to'g'risida, mayli lagerga kirgan bo'lsin yoki Xitoyning qo'lida o'lib ketgan bo'lsin degandek, bu materiallarni moddiy material sifatida bu sudga topshirish kerak ekan ikinci qadamda. Agar nurg'un Uyg'urlar endish qilib yoki topshirmay yoki buningga bevosita bir ijobiy bir rol o'ynamasa, sizningcha oxirida bu sudning Uyg'urlarning bu masalasi, qirg'inchilik masalasi chiqadigan yakuni qanday bo'ladi? Menimcha bu nuqtaga kelgan vaqtida xalqimizdan cho'qim buningga nurg'unlagan fidoyi guvohchilar chiqdi deb o'ylayman. 2 yildan buyanmi, dastlabki 2018 yilining dastlabki vaqtlari kelguncha nurg'unlagan insonlar sukutni tanlagandi. Ammo
Keyin 2018 yılının oturları bulup 2018 yılı 8. ayda Birleşken Devletler Teşkilatı Erik Ayrımcılık Karşı Turuş Komitesi 1 milyondan artık Uygur'unu Xitay cezalarına takıdı bunu koyup biriş gerek degan bayonatını bergendiği için cesaretlenip nurgulluğun kıyırdaşlarımız yüzünün uruk tuqqanları, ata-analары hakkında sosyal medyalarda kokmay turup guvalık berişki başlagan. Bence texmi köp insanlar bunun cesaretini guvalık verdi. Çünkü bu bütün bir milletke ve şundaklı özümüzden bir tuqqan qarindaşlarımızdan hayatı münasebetlik berildiğin bir karar. Şunda bolğandan keyin bence bu nokta kelgen vaqtda halkımız bu cesaretini körsütdi dep o'ylayman. Belki siz degandek bir kısım insanlar yanıla biraz endiş içinde cesaret kılıp ortaya çıkanmaslığı mümkün, bildiğin paketlarını oturup koyanmaslığı mümkün. Şunda bolsun ama hazırlıkçı bolgan nurgulluğun paketlarımı mevcut. Nurgulluğun videolarda, turbetlerde şahitler özlerinin videoları bilen guvalıklarını bäde anladığın ki arxip ambarları kuruldu. Mesela Norvegiya Uygur Komitesi koğan adalet arxip ambarı var. Buladımı hazır 7-8 bin adamның məlumatı var. Onundan başka şahitler bizdeydiğen video bir nemesi arxip ambarı kuruldu. Bular bilen bir köreştik biz. Bular mı? Bütün yıkkan məlumatlarını biz bilen Dünya Kurultayı'dan ve SOT bilen ortaklaşıdığanlığa söz verdi. Bularını nima qildi? Norvegiya bu adalet arxip ambardagilar bilan so'zlashdik. Ular mı bu narsani o'rtoqlashishga tayyor ekanligini bildirdi. Onun başka yana Türkiye'de şu kısırlaştırış için mecburi tutmaslık operasyası katlaşkan bir kısım ve şunun ziyankeş tutan hanımlar varken ular bilen bu köreşmelerimiz oldu. Ular mı bu meseleye vaxtıda guvalık berdiğanlığını kıldı. Hatta öz vaxtıda Xitayda sakçı bolgan. Muşu Uygurlarga nisbeten yokutuş karakterlik siyasetin haberi bolgan höjjetlerini kögen ve kolda bir kısım höjjetleri bolgan bir kısım insanlarımı biz bilen alaklaşıp muş sotun tayyorluk jarayonlarında bunu guvalık berdiğanlığı hakkında bizge söz verdi ve bir kısım yazılı materyallarını bizge allaqachon topşirdi. Biz bunu sot mahkemesiga yolladık. Hatta şunu da qo'yib, hatta muşu Avrupalılar siyasi iltijo qilgan bir kısım Xitay ilamı varken hükümetinin içinde kurulgan şulardan bir kısmı bizge bazı uçurlarda vaqt kelib qolsa guvalık berdiğanlık hakkında bazı nimalarni avatdi mesajlarni. Demek bence bu meselede çok bir kıyınçılık bo'lmaydi deb o'ylaymiz ama muşlarni yig'ish, redlesh bosqichi biraz murakkab, vaqt oldu. Demek qanchacık ma'lumot bo'lsa, qanchacık paket bo'lsa bu sot mahkemesinin Şarkı Türkistan'da bo'layotgan ishni Uygurlarga bir irqiy qirg'inchilik deb hukm chiqarish uchun bizni kuchlantirdi yani sotninki jarayonlarini. Rahima Hanım, bu bir haftadan beri Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yi Yevropa davlatlarini ziyorat qildi. Angliya, Germaniya, Fransiya, Norvegiya degandek. Ama Wang Yi bu qitimqi ziyoratda albatta Dünya Uyghur Qurultayı yetakchiligida va boshqa Uyg'ur tashkilotlar, Tibet tashkilotlar sababini nurg'un namoyishlar qarshiliklarga uchradi. Mazkur Yevropa davlatlarining hukumatining prezidentlari bo'lsin, tashqi ministrlar bo'lsin, bu yerda Uyg'ur masalasi Hong qolgan masalalarni o'tirib qo'ydi. Ammo Wang Yi har bir davlatga hisobda ogohlantirish xarakterli nutqini so'zlab ketdi. Norvegiyada bo'lsa masalan şu Hong Kongliklarga Nobel mukofoti bermaslik to'g'risida alohida ogohlantirish berdi. Sizningcha hozir bu Uyg'urlarning bu irqiy qirg'inchilik to'g'risidagi bu mahkamaning qurilishi bilan sizningcha Xitoy hukumati Angliyaga qattiq besim ishlatishi orqali bu mahkamani harakatini to'xtatishi yoki bu mahkamani ta'qib etishi mumkinmi? Yo'q, bundaq bir mümkünçilik yo'q. Chunki bu birincisi Angliya hukumat qurgan mahkamamiz bu tarafsiz xalq mahkamasi. Yani birisi o Xitoyning kuchlik kuchi bu taqdirda Angliyada har qanday mahkama tarafsiz. Hukumat o mahkamaga nima qilolmaydi. Kontrol ona bo'lishi yoki bo'lmasligini ona qaror beramaydi. Shuning uchun bundaq bir mümkünçiligi bo'lmaydi deb o'ylayman.
Ben muştulu bir narsa qo'shib chiqib qo'yay. Siz Albatta. Yevropa ziyarati haqida ba'zi Wang Yi har qaysi davlatlarni ogohlantirib ketdik. Shundoq Germaniya keldi, biz namoyishlarni o'rinlashtirdik, hukumat adamlar bilan ko'rishdik. Ama Wang Yi'nin bu qadimki Yevropa seferi ancha muvaffaqiyatli sefer, yani Xitoy hukumati o'ylagandagidek bir sefer bo'lmadi. Nega bo'lsa, balki bu qadim koronavirusdan keyin Yevropalıklarning, çünkü Amerika bilan Xitoy munosabatini yiriklashib ketgan bir vaqtimizda Yevropaning tomirini tutish uchun qilingan bir sayohatdir bu. Shuning uchun bu hem Yevropaning janubiy qismi, o'rta qismi, hatto shimoliy qismlaridagi davlatlarning hammasiga bordi. Angliyaga bormadi, Fransiya, Germaniyaga bo'ldi. Demak, bu davlatlarning hammasiga borgan vaqtimizda Wang Yi eg'ir savollarga, mayli hukumat Tashqi ishlar ministerliklari tarafidan bo'lsin va yoki matbuot institutidan bo'lsin, eg'ir besimlarga duch keldi. Norvegiyada muxbirning so'ragan Hongkongliklarga Nobel mukofoti qanday qildi desa, chiqanishib ketdi. Bu suiiste'mol qilmaslik kerak deb. Har yerga borgan vaqtimiz bo'lgan Germaniya, Fransiya, Gollandiyada ziyoratlarda shu Sharq Turkistondagi jazo lageri masalasida qiyin savollarga duch keldi. Xitoy en ahırda degan gaplar bizning bu Tibet meselesi, Hong Kong meselesi, Sharq Uyg'ur meselesi bizim ishki ishimiz boshqa davlatlarning aralashishi bo'lmaydi deb. Ama bunun ishki ish bo'lmaganligini bu g'arb dunyosi bo'lib Yevropa allaqachon bilib bo'lgan. Buning uchun bu Germaniya en ahirgi bekitdi. Germaniya tashqi ishlar ministrining kedimisi buni hatto Hong Kongda o'tgan davlat milliy bexatarlik qonunini yandırıp verishni talab qildi. Uyg'ur meselesida Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki kuzatuvchininki berishga shart ruxsat qilish kerak. Buni qabul qilish kerak Xitoy hukumati qildi. Shu demak Wang Yi gerçi biraz terör taraqishlikdan kelganda qilgan bilan, ama bence quruq bo'lib qaytib ketdi. Demak, bir qatimliq darsni oldi deb o'ylayman. Shuni qilib Rayima xonim degan aytdi, Angliya dunyoda tunji qonun chiqargan bir davlat. Bizning bu sud mahkamasining Angliyada o'tkazishni tashabbus qilishining sabablarining birisi Angliya dunyoda tunji asosiy qonun qo'ygan, bir qonuniy asosi bo'lgan, qonuniy nimasi bo'lgan, tarixi bo'lgan qonun bilan boshqa memuriy ishlarni, siyosatni bir-biridan tamamen ayirib etilgan shundoq bir kültürü, medeniyeti ve an'anasi bo'lgan davlat bo'lganligi uchun Xitoy albatta besim qilishi mumkin. Angliya hukumati besim qildi, qilib boqdi har xil narsani, ama bu sud mahkamasiga ta'sir qilolmaydi deb o'ylayman. Rahima xonim, albatta Xitoy hukumati bu mahkamaning qurilganidan hech qanday xo'sh bo'lmaydi albatta. Garchi siz degandek Angliya hukumati orqali bu mahkamaning ish harakatlarini to'xtatamizmi? Boshqa bir yo'sinlar orqali yoki buni qaralash orqali va yoki buni elektronlik yoki hujum qilish, hakkerlik qilish orqali masalanda bularning masalan yaqinda islar to'rbatlarni yozmoqchi, uning balkim ba'zilarning shohidlarning bergan dalil isbotlari bo'lishi mumkin. Shunday qilish mumkinmi qarshi turib uningga? Undaq mümkünçiliklerini yo'q degani bo'lmaydi Xitoyninki albatta. Bütün buzg'unchiliklarni qilishga tayyor ular. Ama bu sudchilarmi tajribasi bor. Çünkü organ etkazchilik tribunal sudini yaxshi davomlashtira olgan o'z vaqtida Falungonlarniki. Ularni nurg'un shunday to'salg'ularga uchrabdi, lekin eng oxirida u sudmi yaxshi echilib shularning o'ylaganidek bir natijaga erishgan. Shuning uchun mencha bu sudchilarningmi uningga qarshi tayyorliqlar bor deb o'ylayman. To'lqin Isa apandi, yana kelajak yilning oxiri bu irqiy qirg'inchilik mahkamasi Uyg'urlar ta'minlagan mush moddiy isbotlar orqali Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarshi haqiqatdanmi irqiy qirg'inchilik ilib berayotganligi to'g'risida shu yakun chiqarsa bu qanday bo'ldi? Bu çünkü bu tarafsız bir sud mahkamasi bo'lganligi uchun, demak bu Sharq Turkistonda Xitoyning olib berayotganining bir irqiy qirg'inchilik bo'lganligi
delil talep kılmaydıgan bir hakikat ortaya çıkıyor. Bu nayt kolumuzdaki küçük bir menba oldu. O vaktimizde hazır bazı devletler mesela Xitay, Cıkrak, Amerika'nın Uygurlarga buluvatkan histaşlığı çıkargan Amerika'da çıkargan kanun, prezident kol koygan kanun, Uygur kişilik hukuk siyaset kanunu, anan ki Xitay bazı şirketlerge, Xitay emeldarlarga Şarkı Türkistan'ı koygan jaza tedbirleri, bularning hammasini Xitay dunyoga nima deyapti? Bizning savdo urushimizdan Uyg'urlarni foydalanyapti. Bu bir siyosiy qaror degan shaklda bir qism davlatlarni aldashtirishyapti. Uyg'urlarni suiiste'mol qilyapti. Aslida unda bir narsa yo'q deyish orqali bir qism davlatlar ishinyapti bunga. Bir qism davlatlar ishonmasimi, ammo Xitoy qarshi turolmaganligi uchun shuni bahona qilib işengендek durup vardı şu. Xuddi bir guman var gibi. Bu mesela hazırcı Guvalıçalarının belki guvalıkları bile. Xalqaradaki Andriyazyan'ı okşaydıgan başka xalqaradaki tarafsız tadqiqat merkezlerinden ilan kılan tadqiqat dokülatları bile. Hatta New York Times ilan kılan dokülatlar bile, Karakaşlısı bile. Yani bunun bir hiç kında guman talep kılmaydıgan bir hakikat boğalık ispatını boğan boğsu mu? Xitay yanıla dünyanın aşağıda bir kısımlarını kaymak duratıdı. Kaymak batkanlığa bağ, ya ki işyeniz bolsumu yüzünün mentalite doğru geldiği için işenmeye duradı kaldı. Hem de bunda bir sot mahkemesi terpidin, bunun hiç siyaset arılaşmay, bir yıllık, bir yarım yıllık bir teşhir işte neticesinden hemen anlap, bunda bir kararının çıkışı demek o zaman dünyanın yanı duruşuna ya bu işin yani bir siyasi aktörlüş varken Amerika'nın oyunu iken ya dünyanın oyunu iken ya Germanya'nın oyunu iken dayılan bu şeyden bunda bir gumanlığının ki kırışık sebep tügeydi. O zaman bütün devletler yüzünün meydanına oturup bu işe bütün insanlar yüzününki bu meselesinden göz karışına oturup bu işe doğru kildi uçağımızda yana bir kıtımlık dünyavi karakterli Uygur meselesinde istedik uçağımızda bazı devletler gibi sebep kalmaydı. Jim turvelişka. Çünkü İkinci Dünya Uruşu'dan keyin Yahudi 40-yıldan keyin dünya bu kayıt tekrarlanmaydı. Hep bayanat bergen, Nürnberg sot mahkemeleri içilip o cezalangan. Hem de bunun bütün dünya bütün devletler imza kılgan Birleşken Devletler Teşkilatı. Hem devlet. Demek bunun bütün devletlerinin bunda bir erki kırgınçılık karşı tedbir ediş, onu to'xtatish için mecburiyeti var, mesuliyeti var. Demek bu sot mahkemesinin kararı devletlerinin muşum mecburiyetlerini ada kılışıkı zorlaydı. Rahime Hanım, elbette bu yeniden kurulgan bu sot mahkemesi Xitoy hükümetinin Uygurlarga elip beriyotgan bu cinayetini irqiy qirg'inchilik deb dalil isbotlan shuni o'tirib qo'ysa, shu yakunga kelsa, Xitoy hukumati albatta buning norozilik bildirdi, yog'andaydi, ko'ni gapini deyish mumkin. Ammo To'lqin Aysoyev hozir tushuntirib ketgandek uning zo'r ahamiyatini. Sizningcha mushunda bir yakuni chiqarsa, ya'ni Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik ilib beryapti degan yakuni bu mahkama chiqarsa, sizningcha bu yakunning bugungi lagerga Uyg'urlarning qo'yib berishi, lagerlarning taqilishi ham Xitoyning Uyg'urlarga qarata ilib berayotgan bu ziyonkashligini to'xtatishda qanchalik bir cho'ng rol o'ynaydi? Meningcha cho'ng rol bo'ladi deb o'ylayman. Chunki hozir hukumatlar, masalan hatto Angliya hukumatimi Xitoy hukumatiga ayıplaşdan başqa resmi bir başqa bir mexanizm nimalarni qo'llanğını yo'q. Shuning uchun bundaq bir qo'limizda bo'lgandan keyin hukumatlarning Xitoy hukumatiga har xil o'xshagan yo'llar bilan jazolash usullarini ilib baralaydi. Savdo jihatdan bo'lsin, xalqaradagi o'rni jihatda bo'lsin, har xil yo'llar bilan Xitoyninki xalqaradagi kuchiga cho'ng ta'sir etadi meningcha. Shuning uchun buningga ta'sir bo'ldi deb o'ylayman. Hamda albatta bu eng oxirgi qaror yana Xitoyning qo'lida. Lekin biz haqiqiy bizningki haq da'vorimiz uchun har qanday bir yo'l bo'lsa, biz shuni tutishimiz kerak, shuni qilishimiz kerak degan men bir o'zimning bir faoliyat suhbatimda shunday o'ylayman shaxsan. To'lqin Aysoyev, ya'ni bu
Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik ilib beryotdi degan bu yakuni bu mahkama chiqarsa. Masalan, hozir atalmış Şinjan Uyghur Abdunum rayonunu yürgüzüvatkan Xitay əməldarları, masalan, Amerika cəza alğan Chen Quango bolsun, Bing Tuan'ның başlıqları bolsun, Xitayның saqçılarının, sotlarının başlıqları bolsun. Muşlarni kelgüsdə insaniyyətə qarşı və ya ki irqi qırğınçılıq səbəbindən bunani xalqaralıq sotda cəzalaşıq toğru kəlsə, bu sotның çıxarğan bu yakununun qanday faydası var? Bu sotning ki çıkan karar aşında bir erkek kırgınçılık diyen netice çıksa demek o zaman bu erkek kırgınçılıkını yürgüzüşken devlet buldu ama onu emnileştiren insanlar buldu. Bu insanlar kimler? Aşı Şarkı Türkistan'daki bugün bir kısmıga Amerika hükümeti ceza uygulagan Çinkengo, Jokhaylan, Okşaydıgan, Şöhret Zakir, Okşaydıgan Mışıla koluyla yapılan bir cinayet buldu. Öz vaktimizde Xalqaro sot mahkemesi Yugoslaviya devleti özünün xalqiga insoniyatga qarshi jinoyat soyqirma yapadi. Devlet başlığı bulup sütülen Milosevichni sotladi. Şunun o'xshash bu Xitoy hükümetinin Sharq Turkistonda olib berayotgan bu insoniyatga qarshi jinoyati, irqiy qirg'inchilik jinoyati qabul qilinsa, o zaman bunu aytmagan artistlar kim, faktörler kim degan savol chiqadigan gap. Demak, bularning kelajakda xalqaro bir sot mahkamasi xuddi Milosevich o'xshash sotnish uchun dastlabki qadam besilgan bo'ldi. Bundan sonra rahmat To'lqin Efendi, Rahima xonim bu suhbatga qatnashib berganinglar. Sizga ko'rgan. Hurmatli ko'rganlar, bugungi programmamiz mushayga chiqildi. Kelay qitim ko'rishga xushvaqt bo'ling.